Ammo badan deganni alomat o'lchamlik saqlagan odam jamoasida. Yaxshi, parvash qilayotgan badan bu. Ish qilayotganda Voy, yozin kelib qopdi-ku. Yaxshimi? 5 kundan keyin kelim datdinglar. Qana. Keling. Oldin qatim men sizga degan sizning xabaringiz bor. Bizning mush ochil yuvish buyumlar shirkatimizningki oldimizda bir yangi mahsulotlarni e'lon qilish katta bir cho'ng yig'ini bor. Yig'inga kiydiganga bir yarashimliq bir kostyum lozim bo'lib sizni izlab kelishim. Shuni bir o'rinlashtirish qilib berasizmi? Hozir yaxshi bo'pti mana. Unda bo'lsa menmo gapni jiqqinmay, material tanlashni boshlab ketamdoq. Bo'ldi. Tanlab baqili. Shuninglandas. Badan o'lchamini bir aqir elib oldim. Ammo badan deganni alomat o'lchamlik saqlagan odam jamoasida. Yaxshi, parvash qilayotgan badan bu. Unda bo'lsa 15 kun ta'xir qilib saqlasanglar, kostyum burilganligi qo'lanligi tegadi. Bo'ldi, rahmat sizdan. Xabar qo'ydim. Yazonning tikkizgan kostyum burilgisimi putib qoldi. Hozir mana kiyim almashtirish uyda kiyimni yo'tkavyotidi. Unda bo'lsa kiyimninki badanga chiqqan holatini bir ko'rib baqili. Anda O'lchab tikilgan kostyum haqiqatan rahat bo'lganmi? Kimniga rahat? O'zimizning badaniga maslan haqiqatan rahat bo'ldi. Rahmat, javob chekdingiz. arzimaydi. Hayatimiz bahar edin, bağlar yaylıdır. Yaşlık digen ateşken yalkın caylıgan.